Shaytanat serialidagi mana bu epizod esingizdami? Всем стоять! Волкодава, отпусти женщину. Unda Volkodав laqabli jinoyatchining Toshkentda qo'lga olingani tasvirlanadi. Aslida kitob va serialda shu epizod biroz farq qiladi. Kitob bo'yicha oladigan bo'lsak, Tohir Malik bu yerda ikkita real shaxsni birlashtirib, ushbu obrazni yaratgan bo'lsa kerak. Bular qozog'istonlik manyak Nikolay Jumagaliyev va bandit Sergey Maduyevlar edi. Jumagaliyev o'z qurbonlarining go'shtini yeyishi bilan tanilgan va Toshkentdagi ruhiy kasalliklar shifoxonasiga joylangan. U yerdan qochib ketgach, Farg'onada qo'lga olingan. Sergey Maduyev esa jinoyat olamiga hali bola paytidayoq kirib kelgan. U bosqinchilik va talonchilik uchun 17 yilni panjara ortida o'tkazadi. 1988 yil dekabrda u koloniyadan qochib, o'z to'dasini tuzadi. Ushbu to'da faqat 1989-yilning o'zida SSRning turli shaharlarida 60 dan ortiq jinoyatga qo'l uradi. 1990 yil 8-yanvarda Maduyev Toshkent vokzalida qo'lga tushadi. Biroq u taslim bo'lish o'rniga granatani chiqarib, tishlari bilan halqasini sug'urib oladi va Respublika ichki ishlar vaziri hamda prokurorni chaqirishni talab qiladi. Muzokaralar besamar yakunlanadi. Shunda maxsus guruh xodimi aniq o'qizib Maduyevni qo'lidan yaralaydi. Uning sherigi esa yerga tushgan granatani portlashdan avval ilib olib uzoqroqqa uloqtirishga ulguradi. Voqea shu bilan tugagandek tuyulardi, ammo Peterburgdagi Krestiy qamoqxonasida aql bovar qilmaydigan hodisa ro'y beradi. Tergovchi Nadejda Snegireva mahbusni sevib qoladi va qochishga ko'maklashadi. 1991-yil 3-may kuni Maduyev qochishga urinadi, ammo qo'lga tushadi. Keyinroq Snegireva hibsga olinadi va 1994-yilda bu g'aroyib voqea qamoqdagi ishq filmi uchun asos bo'ladi.